Aniq shunaqa chiqarib bilasizmi? Bilmadim. Unday bo'lsa, hozir buni qanday qilib ham oson, ham chiroyli chiqarishni o'rgataman. Eng asosiysi juda ham arzon narxga chiqarasiz. Birinchi navbatda devorning kerakli joyini belgilab olamiz. Chiroyli chiqishi uchun atroflarini malyarniy skotch qilib olamiz. Ishni shkatulka qorishdan boshlaymiz. Shkatulka qoldimi? Zo'r. Hamma joyga bir xil qilib surtamiz. Endi esa bizga kelma kerak bo'ladi. Buni o'rniga oddiy shpatilni ishlatsangiz ham bo'ladi. Ishingiz chiroyli, oson chiqishini xohlasangiz, kelmani tavsiya etamiz. Tayyor rasvorning ichiga kelmani shu tarzda botirib olamiz. Devorimizga shu tarzda kelmani yopishtirib olasiz. Keyingi qadamga o'tishdan oldin 20-30 daqiqa kutiladi. Yuzki qatlami ozgina qurishi uchun. Kelmani suvga tiqib olamiz va yuzasini tekislashni boshlaymiz. Xuddi shu tarzda kelmani bir xil tortasiz. Ko'p qattiq bossangiz tekstura buzilishi mumkin. Tayyor bo'lgandan keyin malyarni skochni sekin tortsangiz ham bo'ladi. Oxirida devoringizga xuddi shunaqa chiroyli yuza hosil bo'ladi va o'zingiz xohlagan rangda bo'yasangiz bo'ladi. Qanday qilib shunaqa tekstura chiqarishni o'rgandingizmi? Albatta.